Alo. Alo. Assalomu alaykum. Bahorning eng go'zal xushbo'y guliday atrofga fayz ulashayotgan hurmat opajonimiz siz bo'lasizmi opajon? Assalomu alaykum. Assalom, yaxshimisiz opajon? Sog'liklaringiz yaxshimi? Sizni bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q. Opajonim, yuzingizdan aslo tabassumlar arimasin deya biz ijtimoiy tarmoqlarda faoliyat olib borayotgan tug'ilgan kun tabriklar loyihasi jonli qo'ng'iroq sayfasi orqali siz bilan bog'lanib turibmiz. Rahmat. Orzulari dunyoda orzular qilib, sarob u armonni bir chetga surib, yuragingiz yayrab, labingiz kulib, yashang bu dunyoda eng baxtli bo'lib. Opajonim, avvalambor sizni bugungi Allohimga ummat bo'lgan shukrona ayyomlaringiz, tavallud ayyomlaringizni qarshi olgan yoshingiz bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Hech qachon yuzingizdan tabassumlar arimasin. 90 yoshlarga to'qnashib, 100 yoshlarga yuzlashib yuring opajonim. Rahmat. Opajonim, bizning loyihamizga yaqinlaringiz, mehribonlaringiz va do'stlaringiz sizni qutlash uchun samimiy dilnomalar va tilaklar yo'llabdilar. Nima deb o'ylaysiz? Ushbu dilnomalar qay bir mehriboningizdan kelgan bo'lishi mumkin? Ukalarimizdan. Albatta, mehribonlaringiz juda ham ko'p. Qay birini aytsam ekan deb ikkilanib turdingiz. Bizga murojaat qilgan inson bu har doim yoningizda parvona bo'lgan, bolaligingizdan yoningizda hazillar qilib tolmagan, hali ham sizni 15 yoshar qiz deb ta'riflagan mehribon ukajoningiz Alisher akanomlardan tabriklar yetib kelgan ekan. Agar ijozat bersangiz 5 daqiqaginaga vaqtingizni olib, sizga ukajoningizni ajoyib tabriklarini o'qib eshittirsam. Rahmat. Go'hidakki bergan o'zingiz, yetib kelsam goh yengim yoqar, chinorlar umriday bo'lsin umringiz, tug'ilgan kun muborak opa. Qosh ko'zingiz kamonday, so'zlaringiz asalday bolday, ko'rinasiz 18 yoshday, tug'ilgan kun muborak opa. Oqmasin hech ko'zda jolangiz, bo'lmasin hech dilda nolangiz, meni tog'a qilgan bolangiz, tug'ilgan kun muborak opa. Yoningizdan pochcham sira ketmasin, ko'z yosh kiprigingiz sira egmasin, ilohim baxtingizga ko'zlar tegmasin, tug'ilgan kun muborak opa. Assalomu alaykum, mening yuzlari oydek, qoshlari yoydek, hammaga birdek mehribon opajonim. Onam hidi kelgan rayhon gulam, bugungi kunning qirolichasi. Sizni tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Doimo biz yaqinlarimizni boshiga sog'-omon bo'ling. Opajonim, hayotimdagi eng muhim insonim. Nafaqat farzandini emas, balki atrofdagi har bir kishini o'z mehri, g'amxo'rligi bilan o'rab olgan, har doim sabrli, toqatli insonim siz bo'lasiz. Sizni ta'riflashga so'z ojizdir. Opajonim, bu dunyoda nimaiki orzu niyatlaringiz bo'lsa, hammasiga erishing. Farzandlaringizni rohatini ko'rib, hojilik baxtiga muyassar bo'ling. Pochcham bilan doimo mana shunday eng baxtli oilalardan biri bo'ling. Ko'zlarimda quvonchni ko'rgan, yomon kunda yonimda turgan, meni jonim, ukajon degan opa sizni yaxshi ko'raman deya mana shunday samimiy go'zal tilaklarni siz tomon yo'llab qolibdilar. Rahmat.
Sizning ham ukajoningizga qandaydir dil izhorlaringiz, tilaklaringiz bo'lsa, marhamat, biz orqali yo'llashingiz mumkin. Ukajonim, bachalarim boshiga sog' bo'lsin, to'ylar qilsin, nasib bo'lsa yaxshi kunlar bo'lsin uyda. Sog' salomatgina ishlab kelib, to'ylar qilsin ukaginam. Hamma vaqt yuzlari yorug' bo'lsin. Bachalarim boshiga sog' bo'lsin, kelinam, bachalari ham doim o'ynab kulib yursin. Samimiy tilaklaringiz uchun rahmat. Ilohim Allohning o'zlari duolaringizni, tilaklaringizni ijobat qilsinlar. Doimo mana shunday mehribonlaringizni ardog'ida bo'lib yuring. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat sizlarga ham, sog' bo'linglar sizlar ham. Opajonim, siz yaqinim, mehribonim opam. Esim tanib birga o'sgan qadrdonim opam. Goh talashib, goh yarashib, beg'uborcha. Endi bilsam eng ishongan duogo'yim opam. Opajonim, jonajonim, mehribonim opam. Siz farishta, siz malaksiz, mehribonim opam. Opajonim, jonajonim, mehribonim opam.